الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ningki 142 oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda munofiqlar masalasi o'rtaga chiqqandan keyin Allah subhanahu va taolo bir qancha oyatlarda munofiqlarning sifatlarini, alohidliklarini bizga tunishtirib qo'ygandi. Hamda mushu mazmunlardan bizning biladigan bir o'rtaq alohidlik va munofiqning u o'simi ig'izida musulmon, qalbida kufr. Musulmon jamiyat yashaydi, bularga musulmoncha hukm yurgiziladi. Bu nuqtadan kishining qalbiga bir endişe tushadi. Nima deb endişe tushadi? Munofiqlar shakli musulmon tursa, tilda musulmonlikni da'vo qilsa, aramizda yashasa, ammo qalbi kufr tursa, bularning xatiridan qanday xotirjam bo'la olamiz deydigan. Alloh subhanahu va taolo bugungi darsda, bugungi oyatda mu'minlarni buningdan xotirjam qilib da'vatida astag'firu billah innal munafiqina yukhadi'unalloha va huwa khadi'uhum va idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa va la yadhkurunalloha illa qalila. Da'vatida munofiqlar Allah'ni aldashqa o'rinidu. Yani mu'minlarni aldashqa o'rinidu. Musulmon jamiyatining ko'zini buymoqchi bo'ladi. Halbuki Allah ularning oldig'ini ularga obdan tetib qo'ydi. Allah ularni obdan jazolab qo'ydi. Ular o'zining qilgan shu hiyla-mekarligining jazosini o'zi oladi. Bular namozga o'tirsa o'rinlar turadi, kishilarga riyo qilib o'qiydi. Namozni Alloh bilan bo'lgan o'tirdi, bularning hech qanday bir aloqasi yo'q, bog'lanchisi yo'q. Faqat kishilarga ko'rish uchun namoz o'qiydi. Allohni nihoyat oz eslaydigini, namozning bular haqiqiy namozning talablarini o'rnaydigan taraflari bak oz. Qolganlarining hammasi shakl o'lgan, harakat o. Endi mushakaga vaqtda Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali mu'minlarni xotirjam qilyapti. Ya'ni bunun qarshısida Allah var. Mu'minning ustiga tushgan nima desa, bundan hazar aylash, diqqat qilish, tadbirini elish. Bunun qolgan xim xatarlarini Allah bitirab qiladi. Chunki bular munofiqlik qilish orqali, tilda iymon aytib qo'yish, qalbida kufrni saqlash orqali faqat Allohning qop-qorong'u kechidagi qop-qora toshning ustidagi qor chumilining harakatini biladigan bir ilm qudratiga, ilm sifatiga bular qarshi chiqqan bo'ladi. Ya'ni hisobda mashta qilish orqali biz o'zimizni saqlay olamiz. Bizni o'qolmaydi, bilinmaydi deb manda xomxiyol qilib qolgan yerva. Halbuki Alloh subhanahu va taolo az ilgari sifatliginimizdek har qanday inchki qilchilik ishlomi Allohning ilmidan xoli emas. Bular qanday qadam olgan bo'lsa, Alloh bularga qarshi shuning mukofot deganimiz bularga nisbatan jazosini qanday qiladi? Beradi qarindoshlar. Ya'ni oxiratdagi buning jazosi o aniq, o'simi darkil asfal minan nar, ya'ni do'zaxning eng tuvan qatlimi. Dunyodami Alloh subhanahu va taolo bularni rasvo qilish orqali bularning nimasini beradi, jazosini beradi. Chunki oyatda qo'llanilgan ifodalar bizga shuni ishorat qilib turadi. Oyatda aldash,
hile mikir işletiş manasını yuhadi'unallaha ve huve hadi'uhum ifadeyle kullandı bu yerde. Yani Arap tilde normal bir pilninki okşamagan şekildir oludu. Belki aramızdaki Arap dil bildiğin qarindoshlarimiz bunu düşünüşü mümkün. Normal insanlar oturusda birisinin palanı pukunini aldısa bunu hada'a. Bunu Uygurca tercüme qilgan aldı da olur. Okşaş. Ama bir taraf yeni bir tarafını aldımakçı olup aldaşqa urunup aldaşqa tirishib qarşı tarafdan cazasını yetkazsa, yani özünün qilgan ishiga qarata qarşı tarafdan bir inkas ko'rsa, qarşı tarafdan bir tepki olsa, qarşı taraf uni mi betaraf qilsa demakchimdi yani. Buni xada'a emas, xada'a ifodasi bilan qo'llanildi. Ama bu oyatdagi bular Allah'ını aldaydı degan şekilde xada'a şekilde ifoda qo'llanmay, yuhadi'un ifodasini qo'llanishi biz buni tushunishlik bo'lsin uchun aldaşqa tirishidu deb qana qilamiz, tarjima qilamiz. Nimishqa? Chunki bu yerda ish bir tarafdan emas. Ish ikki tarafdan. Qaysi ikki tarafdan? Birinchi qilib munofiqlar buning uchun harakat qiladi, aldımoqchi bo'lishudi va buning jazosini ko'radi. Allah tarafidan ko'radi. Allohning mu'min bandlar tarafidan ko'rgan bo'lg'achqa masala ikki taraflik mas'ul bo'ldi. Bu noktadan şuңашqa yuhadi'unallaha ifodasi qo'llanilgan ve bizga beradigan buning ishorati uchuri nima desa, bularning bu xil qiliqi jazosiz qolmaydi. Mutlaka buning jazosini oladi bular. Endi men bir noktaga diqqat qilaylar. Jazosini oldi dedik ya. Cazasını qaytırıp berdigan bularga taraf qaysi? Bularga jazo berdigan, bularning shu aldaşqa uringanligiga qarata tepki uradigan, inkas uradigan, jazosini berdigan taraf kim o desa Allah. Bilimiz har qanday bir ish qilg'uvchisining hajmiga qarab ta'sir oladi. Biz ko'p misol oldik nurg'un darslarimizda. Bir kichik boladan birisi kelib, engakka bir shapaloq salsa, uning shapaloqi hech qanday narsa emas. 2 yoshlik bolaning 10 yaşlık bola kelib şapalaq salsa biraz ta'sir qiladi. Cho'ng odam kelib şapalaq salsa, balkim kishini aylantirib qo'yishi mumkin. Texmo chiniqqan bizdan kuchtingir kishi kelib sap qo'ysa, bir şapalaqlan o'ldirib qo'yishi mumkin. Bu insonlar o'tirishdagi masala. Endi munofiqlar ashni qilgandan keyin, aldashga uringandan keyin bularga keladigan şapalaq, ya'ni bularga keladigan jazo insonlardan emas, Alloh tarafidan kelgan vaqtda buningki qanchalik nima keladiganligini, zarbisining qanchalik bo'lganligini, jazoning ig'irlik darajasining qanchalik bo'lganligini biz endi tasavvur qilmoq tas emas. Ya'ni tasavvur qilmoq tas emas deganim, buning ig'irligida shak yo'q, jazoning qattiqligida shak yo'q. Ya'ni bu yerdagi bular Allohni aldashga urinadi. Halbuki so'zma-so'z tarjima qilsak, Alloh buni aldaydi degan bir ifoda qo'llanilgan ya. Bu ikki ifodaning ma'nosi mushu shu. Endi qarindoshlarimizga alohida mushada deb qo'ydigan bir nuqta qarindoshlar. Alloh bularni aldaydi ifodasidan ba'zilar Allohga nisbat berilgan har qanday bir ish harakatdan Allohning sifatini chiqarmaymiz deb nauzubillah, masalan Allohni muhadi' degan shaklda yana bir oyatdagi ular Allohga hiyla mikr ishlatadi. Allah ulug' hiyla mikrsiga qarata hiyla mikr ishlatadi degan yerdan Allohni hiyla mikr qilg'uchi degandek sifatlarni chiqarishga urinadigan qarindoshlar va bu hargiz bu to'g'ri emas qarindoshlar. Allohning har ishidan sifat chiqarilmaydi. Alloh o'ziga isbotlagan ismlar, o'ziga isbotlagan sifatlar Allohga qo'llanildi. Valillahil asmaul husna, Alloh o'ziga belgilagan ismlar va sifatlar va shuni ishlatamiz. Bu yerdagi bayatni balkim sizlarga tushuntiraladim deb o'ylayman. O'xshash tilning qo'llanishi. Masalan, ular Allohni aldamoqchi bo'lishdi, Alloh ularni aldaydi deb ikkala tarafga, munofiqlar tarafiga aldash fe'lisi, Alloh tarafiga Allah aldash fe'lisi ishlatilishining sababi, ya'ni bular o'zining aldığını yarasha Allah'tan cezasını aldı degan ifodalash uchun kelgan deb tushunsak bo'ladi qarindoshlar. Ondan keyin munofiqliqninki alohida ifodalaridan birisi bular namozga o'tirsa g'ururlashib turadi. Nima qanday tushunamiz shuni desa, biz insonlar jamiyatiga bir qarab boqaylik. Inson
bir ishni suyib turib qilsa, ko'nglidan chiqib turib qilsa, shu ishga talpinadi. Shu ishga boshchilab kirib ketadi va shu ishni uzun davomlashtirishga tirishadi. Masalan, insonlar o'tirishdiki, sevgi, muhabbatda bir kishi o'zining onasini eng yaxshi ko'radi. Kurashmaga uzun bo'ldi yoki kurashmaga xil oldi deyli. Kurashishga u qadar talpinadi. Masalan, aydurumda aeroplandan tushishni saqlayotdi onasining. Kurashgandan keyin bular odatdagidek kurashmaydi endi. Butun vujudi bilan quchoqlaydi, bag'riga bosadi. Quvvatkisi kamaydi masalan. Ya'ni vaqt bu shaklda o'tadi. Yaxshi ko'rgan odamning yaxshi ko'rgan odami bilan vaqti bu shaklda o'tadi. Ondan boshqa normal biz yaxshi ko'radigan bir kishi qishimizga kelsa, uni bilan nayt qizg'in oldiga qo'yib turishimiz, qo'llarini siqib turib turishimiz, qo'llarini hatto quvvatkimiz kelmaydi. Bu yaxshi ko'rgan kishining yaxshi ko'rgan kishi bilan o'tirishdiki bo'ladigan bir holat, kayfiyat. Ondan boshqa yana bir misol olsak, kishi o'zining yaxshi ko'radigan ishini qilgan vaqtda u ishda vaqtning qanday o'tganligini bilmaylam qoladi. Misol olsak, kichik bolalarimiz elektronlik o'yinchoqlarga o qadar amroqki, agar tutqizib qo'ysa qo'liga vaqtning qanday o'tganligini uqmaydi. Tamoqni yemaydi bo'ldi. Atrofda bo'layotgan ishlarning hech qaysini bexabar kiriblam ketadi. Ya'ni inson bir narsani yaxshi ko'rsa, mashta yaxshi ko'radi. Uning tutgan pozitsiyasi mush shaklda bo'ladi. O'tkazadigan zamoni bu shaklda uzun bo'ladi. Endi munofiq degan kim u qarindoshlar desa, tilda va dilda yo'q. Ya'ni bularning Alloh bularning qalbida yo'q. Alloh bilan bo'lgan bularning o'tirda asla bog'lanti yo'q, aloqa yo'q, munosabat yo'q. Bular faqat o'zining munofiqligini yushirish uchun mu'minlarning ko'zida, musulmonlarning ko'zida ishonch paydo qilish uchun musulmonlar namoz o'qigan vaqtda namoz o'tiradi. Buning namozga kelishda asla va asla Allah xiyolga kirib chiqmaydi. Musulmonlarning agishib keladigan ishlaridan birisi, masalan, bu tahorat olmay qolsa, tahoratsiz o'qiydi. Chunki buning maqsadi Alloh bilan bog'lanish emas, Allohga bir ibodat qilish emas. Musulmonning qishda faqat shaklan bitirib olish. Shunga buning tahorati bormi yo'qmi o'qiydi. Musulmonlar anglaydigan, ko'radigan ish harakatlarni qiladi. Masalan, jahriy o'qiydigan namozlarda sur Fatihani o'nlik o'qiydi. Va bir sura qo'shib o'qiydi. Takbirlarni o'nlik tushiradi. Allohu akbar, samiallohu liman hamid o'nlik o'qiydi. Ammo pes o'qiydigan yerlarda rukudagi subhana robbiyal azim, sajdadagi subhana robbiyal a'la va tashahhuddagi at-tahiyyatu lillahi was salawatu Allohumma salli ala qatorliq yushurun o'qiydigan, ichida o'qiydigan hech nima o'qimaydi. Yani bularning Allohni oz eslaydi degani namozning talablari bularda o'rinlanmaydi. Illaki musulmonlarning ko'ziga ko'rinadigan oshkora qismilar o'rindiladi. Shunga bular oz eslaydi degani bu. Amaliyotda bularning Alloh bilan o'tirisda hech qanday nimasi yo'q, bog'lanmasi yo'q. Haqiqiy mu'minchi namozga qanday muomala qiladi? Namozni biliq suvga kirgan holatda aşık o'zining ma'shuq bilan kurashgan holatda bir yaxshi ko'rguchi o'zi yaxshi ko'rgan bir ishni qilgan holatda namozga kiradi haqiqiy mu'min. Buning ifodasini biz payg'ambar alayhisolatu vasallamninki Bilalga qilgan munu buyrug'idan ko'rib olamiz. Ya Bilal, arihna bis salat. Bilal, namozga azan o'qi degan ma'noni ifodalamoqchi bo'lgan yerda bizni namoz bilan rohatlandi. Yani biz rohatlanadigan namozga to'la degan gap, ya'ni. Rasululloh ma ifodani ishlatdi. Ma ifodani. Shunga munofiqlarning asosiy namoz va musulmonlarning o'tirishdagi faoliyatlardagi qiladigan birdan bir ishi musulmonlar bilan o'xshash ko'rinish, boshqa narsa emas. Yuraunan nas degani kishilarga riyo qilib degani, bunda odatdagi normal musulmonlarda tepilib qoladigan riyo emas. Ya'ni ularning qiladigan musulmonning ko'zida munofiqlikni yushirish. Amaliyotda bularning namoz bilan hech aloqasi yo'q. Alloh bilan hech bog'lanishisi yo'q bularningki. Shu oshkora qiladigan tarafini qilib azroq Allohni eslagandek bir holat shakllanadi. Bo'lmasa Allohni eslash yo'q bularda. Va la yazkurunalloha illa qalilan. Buni aniq tushunishimiz kerak. Munofiq qarindoshlar
ziddiyetlik iki ideyanınki bir cesetde, bir bedende tokunuşuş halde yaşaydıgan naydı ızdırap bir adamınki misali. Çünkü münafıkta taşqiri bir görünüş var. Her daim bir xil şekilge bayatın deginimizdek keltirishga tirishib yaşaydı. Men musulmon deydi, men mu'min deydi, mu'minlar bilan bir deydi, shular qilgan ibodatni shakli jihatda qiladi. Ichki dunyosi kufr. Hech aloqasi yo'q. Hech aloqasi yo'q qarindoshlar munofiqning. Ya'ni ichi to'qinushudir. Munofiqning ichki dunyosi to'qinushudir. Bu munofiqni işte işçi başka taşı başka olacak kıvatkan her işleri de qattiq vururlar yani hoş. Çünkü onun kıgısı yok onu. Namazın okugusu yok. Eğer etrafdaki namaz okumaydigan demese namazdan işi yok onun. Ondan bunun namazga to'g'an holati yani qattiq ziddiyatlik. To'g'risi vururlar chiqanda qiladi, turdi qarindoshlar. Yani bu xil riyo, yani bulardagi riyo odatdagi riyo emas. Bu xil shaklvozlik, bu xil nifoq dal islom jamiyatini qattiq tarvitadigan, islom jamiyatini qalaymaqon qiladigan mandaq bir narsa bu. Ammo Alloh subhanahu va taolo ularga o'ziga yarasha jazosini beradi. Alloh bu yerda shuni demakchiki, xotirjam bo'linglar demakchi. Haqiqiy mu'min odatda normalda Allah subhanahu wa ta'alaga yüzlengen vakti qanday yüzleniyordu? Peygamber aleyhisselam bunu en yüksek tarafını, ihsan tarafını isbatlar. En ta'budallaha ke'enneke tara fe illem tekun tara fe innehu yarak. Xuddi Allah'ını köygəndək. Yani ben bayatın dedim ya, ibadet Allah bilen benden oturuşu bir bağlantı. Bendenin namaz başına qoşulan ibadetlerge bağını özünün mehbubunun qışığı bağandək bir halet o. İnsan rahatlanıdı, xuddi biliq suğa kirgandek, huzurlanıdı, qilib olgan ibadetidan ichidan xursand bo'ladi. Ammo munofiqchi ziddiyatlik. Ya'ni o'zi aldaydi bu bir, mu'minlarni aldaydi, Allohni aldaydi munofiq. İnsanlar arasida ikki adam birisini aldab qolsa, bunga qanday qarish taraf ifoda bildirdi? Birimiz emeğen, eğer birisi bizni aldab qalsa, bununla qanday muamilde bulduğalığı. Hem de Allah'ın aldığın adamga Allah'ın qanday muamilde bulduğalıqıdan köngümüz rahat olsun qarindoshlar. Allah bularga o'zi ega qarindoshlar. Şuңашqa Peygamber aleyhissalatu vesselam riyadın Allah edik mu'minlarni, musulmonlarni agahlandırıp şuna deydi. Men en qo'rqadigan narsa kichik shirk deydi. Sahabalar dedi ki kichik shirk degan nima desa riyo. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle bendilerinin emelleriga qarta mukofot bergan vaqtida dünyada riyo qiladigan kishilarning qishiga biringlar ularning qishida bir mukofoti bormi yo'qmi bunga qarab taqma deb mashtaq deydi deb Peygamber alayhisalom hadisda bu riyoning masalasini bu şekilde tasvirlagan bizga. Yana bir hadis mana tasvirlanadi. Riyoxo'r qiyomat kunisi ey fosiq, ey aldamchi, ey riyoxo'r, sening ishing hammasi yo'q, hammasi bika. Sen kim uchun qilgan bo'lsang, shu yerdan al mukofotingni degan shaklda nido qilindi. Yana bir hadisda kelgan qarindoshlar. Amaliyotda munofiqning bu şekilde mu'minlarni aldamoqchi bo'lgani, Allohni aldamoqchi bo'lgani, o'zini aldamoqchi bo'lgani. Qanday o'zini aldamoqchi bo'lgani? Uning hech namoz o'qish xiyoli yo'q. Jabhat atib namoz o'qiydi, hech mukofotni ololmaydi, jazosini ololmaydi. Balki özünü charchitadi. Zakat veradi. Zakatning hech qiyomat kuni ajrini ololmaydi, o'zining iqtisodiy ziyon. Haj qiladi, hech qiyomat kuni ajrini ololmaydi, jismoniy jihatda va iqtisodiy jihatda ziyon. Demak, qilgan ishining hammasini qiladi, ammo buni mukofotini ololmaydi, tatib olgan ziyni o'zga. Şunu bular üzünü aldı deyimiz ameliyatda. Bunda kişilerin emelleri kıyamet günüsü xuddi dünyada yaraqdan ko'ringan, ko'zimizga yaldilab ko'rinib turgan bir su tasviri shakli var ama basaq su yo'q. Qur'oni Karim sura Nurning 39-oyatida, sura Baqaraning 264-oyatlarida bularning amallarining hammasininki quruq chang tuzonga aylanib ketadiganligini tasvirlaydi Alloh. Vallazina kafaru a'maluhum kasaraba biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma'an. Ma ayette riyaxo'rlarning amali, munofiqlarning amali shunda ishqa o'xshaydi. Yiroqdan qarasang suvodek yoz ko'llari,
Yaldırılap durdu. Kışkı olsan su yok. Sur Bakara'daki ayette kellezi yunfiqu malehu ria'an nas ve la yu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a iman etmeydigan, ahiretine iman etmeydigan, fakat kılgan işini, kılgan çıkımlarını, kişilerge riya kılıdığan adamlar, bunun misali silip üstüge çan tuzan koygan, kongan taş qoqşaydı. Şunda yağmur yağdı mı üstüde hiç nima kalmaydı. Bularning ameli ana şunun qoqşaydı. Davatıdı Kur'an-ı Kerim. Endi münafıkların içki altını bayatdım ben birisi-birisinden ızdırap, qattiq to'qinishgan bir normal ruhiy holat yo'q dedim ya bularda. Qur'on yana keyingi oyatda 143-oyatda munofiqlarning ruhiy holatini tasvirlab bizga muzabzabina bayna zalika la ilaha haula va la ilaha haula ve men yudlilillahu falan tecid lehu sabila. Munofiqlar şunun arasında u yoqqa bu yoqqa minib qolgan. Yani muqim mavqasi yo'q. İçide başqa, teshida başqa. Ma'ulning qishida mu emas, bunning qishida mu emas. Allah azru etgan kishiga yo'l topolmaydi davotudu. Qur'on munofiqlarni sifatlaganda ishlatgan so'z muzabzabin. Biz davomli shu Qur'oni Karimning ma'nolarini izohlagan vaqtda Allah ishlatgan, qo'llangan sözninki asli ma'nolariga bakroq ketyapmiz qarindoshlar. Muzabzabin degan Arab tilida chivin deganni zubab deydi. İkisining kökü bir. Yani munofiqlarga ishlatgan muzabzabin so'zi bilan Arab tilida chivin ishlatadigan zubab degan so'zning asli yiltizi bir. Yani ma'no nima desa, bir narsani esib qo'ysak yipta. Buni shamol hele o'ngga, hele solga, hele oldiga, hele keyniga tarbitadi. Muqim o'rni yo'q, yani uchib yuriydi. Chivinga o'xshash. Chivin u yerga boradi, u yerdan qo'g'lisi bu yerga keladi. Yani muqim mavqasi, o'rni yo'q degan gap. Yani bularning ichidagi ruhiy holat chivin siman ruhiy holat. Bularning ichidagi ruhiy holat ashta muqim mavqasi yo'q, bir xil iztiroblik ruhiy holat. Ko'pincha vaqtda bunday bir ifodalarni ko'ramiz Qur'onda. Masalan bir oyat misol qilaylik, sura Tahrimning 6-oyatida ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Sizlar o'zinglarni, nafsinglarni deydi va oilangizlarni do'zaxdan saqlanglar. Alloh uni nafsini insondan ayrim bir o'ringa qo'yib xitob qilyapti. Ya'ni insonning ichki dunyosi bir necha ruhiy holatga bo'lingan qarindoshlar. Buning yana bir misolini olaylik. Sura Maidaning 30-oyatida fatawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi. Uningga nafsi qarindishini o'ldirishni chiroyli ko'rsatdi. Qarang oyatda nafsinglarni o'tdan saqlab qilinglar deb. Nafsini bir xuddi odamga o'xshash tasvirlayotdi. Mayada nafsi uningga qarindishini o'ldirishni chiroyli ko'rsatdi deb xuddi nafsini odamdek tasvirlayotdi. Ya'ni bu ne demek qarindoshlar desa, insonning ichki dunyosi bir qancha ruhiy holatlardan tarkib topgan bir narsa. Insonda bir ruhiy holat borki, ochko'zlik. Inson davomli ochko'zlikka buyuruydi. Yana bir ruhiy holat borki, g'ayvat, davomli g'ayvatga buyuruydi. Yana bir ruhiy holat bor, madhiyan yaxshi ko'radi. Yana bir ruhiy holatlar bor, imoniy ruhiy holati. Yana bir ruhiy holat, shahvat ruhiy holati. Mushlar inson mujnundan tarkib topgan. İnsan başta bir neçilgan ruhiy holatlardan tarkib topgan. Her daim insonning ichki dunyosida ruhiy holatlarning ichida to'qinish, surkunish bo'lib turdi. Eskilik qilg'ili tamshalginimda mening eskilik qiladigan, bunda odam o'ldiradigan, o'g'irlik qiladigan, g'ayvat qiladigan ruhiy holatim meni har daim turdi. Mening iymoniy ruhiy holatimchi buning bilan to'qinishdi. Agar qaysi g'olib kelsa inson shu tarafga mangadi. İş davomlashaversa, bir xil ruhiy holat insonda davomli g'alaba qilaversa, yana bir xil ruhiy holat o'ladi. Bu inson shu xil ruhiy holatning quliga aylanadi. Bayatdanki Odam alayhissalomning ikki o'g'lining bir-birini o'ldirgan voqealigidimi? O'ldirguchini uning ichidagi yomonlikqa buriydigan ruhiy holat o'ldirishga qiziqtirib, yo'q o'ltaman.
Ölte seni o egelib al. Çünkü anın məqsədi həsəd qilishdi. Anın qurbanlıqı qobulub, mənin qobul olmağandan keyin lam, yo'q, men onundan tön o'rinda demedim. Men onundan yuqori o'rinda çıxan boldim. Aşı bo'lmay qolib qolsa, bo'lmagan bo'lsa, sen bu o'rinda qolmayding. Bir xil vasvasa. Yo'q, u mening qarindishim, odam o'ldirish to'g'ri emas. Oxirida ikkisining o'tirdiga to'qinishda qaysi g'alba qildi? O'ldirishga buyuradigan ruhiy holati qanaqa qildi? G'alba qildi va o'ldirdi. İnsanның boshqa taraflarini misolga olsak, yani şu. Mesela cinsi, şehvet ruhi halette insanı intildirdi. İmani ruhi halet tamam. İnsanın tabiatı o. Kanduğumu sanılmaydı ama yolluk bir şekilde kandı. Kişilerin şerpege çakılma, izzettige çakılma. Bir mesuliyet asasındaki bir aile kur. Ma noktaga vardı. İnsandaki pul, malga amrak boğan ruhi halet insanı devamlı mal dünya toplaşıqqa intildirdi ve yol ayrılmayı, vasıta ayrılmayı nimbos tabdeydi imani ruhi haletçi. Ya bunun mao doğru, mao hata. Mao haqqının haqqı, ma onun çakılma, başqalarının mal mülküge çakılma, yolsuzluk kılma, para alma, kama oynama. Mesela yolluk şekilde tapqın, ma şekilde köreş bolup durdu ve qaysi yengse şu asas orunga yoludu. Yengilgen taraf yol boştudu. Yani insan degan muşu qarindoshlar. İnsan bir ruhi haletlerinin nimesi birleşmesi. Hatta değil. Misalen insandaki bir qo'saq açıdığan bir iş var. Bir narsa yeydiğanga amra qo'ygan bir ruhi halet var. Nimini kelsi yegisi keladi. İnsandaki imani ruhi halet nimdeydi? Sen mav halal, mav haram, bunu yeme. Ondan keyin insan senin cismin talep kılgan ihtiyaçı göre ye. Artık yeme. Yani demek çoğunumuz nemu dese qarindoshlar, eğer insanın imani ruhi haleti, insanın bütün ruhi haletlerini, bunu meyle qanday şekilde atsın, kesbi atalıqlarda, bütün ruhi haletlerini insanı ziyansız bir yolga samığını da mesele çıkıdı. Xuddi elektrik tokning ikki tarafı var. Birisi musbat, birisi menfi. Musbat, menfi taraflar öz joyiga silinganda biz buningdan yo'riqlik ola olamiz, energiya ola olamiz, aylandıradigan motorlarni aylandira olamiz va maqsadimizga yeta olamiz. Qachonki ikki musbat manfiy taraf öz o'rniga silinmagan vaqtda balkim o't afat yuz berishi mumkin, yomon oqibatlarga uchrashi mumkin. Shunga o'xshash insonning ashta ruhiy holatlari ichidagi birisi-birisidan to'qinishadigan yaxshilik, yomonlik ruhiy holatlari mas bir şekilde tampon bir şekilde insanga ziyansız bir şekilde yolga silinmagan ahval aslida şu yerda o't afat yuz berdi. Bu psixik jihatdagi ruhiy holatdagi o't afati yuz berdi. İjtimoiy atrofidagi jamiyatga qarata o't afati yuz berdi. Endi munofiq mushu ahvolga qarata munofiqning ruhiy holatiga qarasak, mushuningdan qolaymagan. Hatto bir qiz gapni desam balkim oshib o'tgan bo'lishi mumkin. Munofiqdan kafir yaxshi. Yani yaxshi deganim kafirni yaxshi demakchi emas, munofiq nisbatan kafir bir qadar sog'lom. Nimishqa? Uning ruhiy holati mayli batil olgan taqdirdimi muqim. Qalbidimi kufr va, ig'izdimi kufr va. Yani ichki dunyosi bilan tashqi dunyosi o'xshash, maslashgan. Ammo munofiqning ichi boshqa, teshi boshqa. İçi başqa yoqqa buyuruydu, teshi başqa yoqqa buyuruydu. Del Qur'ondagi muzazzabin hele onun qashig'i, hele bunun qashig'i boradigan, u yerda emas, bu yerda emas degan sifat bu xil shaklda tushuntirildi qarindoshlar. Mencha buni men sizlarga tushuntirdim deb o'ylayman. Undan keyin oyatning eng oxirisida Alloh kimni azdursa onun yol tapamayız dedi. Bilimiz hidayet, azdırış meselelerinde Allah hiç kimini azdamaydı emeliyette. Emeliyette insanda bir tallaş erkenlik verilgen, doğru yol körüstüldü, hata yol bayan kılındı. İnsan tallaydı. Doğru yol tallasa onunla Allah subhanahu wa ta'ala muşu yollardaki musafirlerini asallaştırdı, kolaylıklaştırdı, yardım verdi. Hata yolunu tallasa Allah muşege sep koyudu. Tallagandaki bana dep. Bunun da bu yolunu tallap boğandığın kiyin bunu yani Allah taşlif etti ya bunu bu yolga. Bunu ikinci bir adam başka yolga qana qılanmaydı, açqanmaydı. Ayetdeki onunla başka yol tapamaysa degene şu qarindoshlar. Şunun bilan vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Kelasi soatda kurashgunga qadar hammanglarni
Allohga omonat qildim. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.